Assalomu alaykum do'stlar. Meni ismim Ibrohim. Men hozir sizlarga uzun marketda do'kon ochish, kartochkalarni yaratish va umumiy uzun marketda qanaqa qilib ishlashni o'rgataman. Ishimizni hozir birinchi bo'lib registratsiyadan boshlaymiz. Bizning hozir qiladigan ishimiz bu registratsiyadan o'tish. Ishimizni boshlaymiz. Birinchi qiladigan ishimiz bu uzum.seller.uz saytiga kiramiz va ro'yxatdan o'tamiz. Buning uchun biz o'zimizga qulay bo'lgan tilni tanlab olamiz. Bu xoh o'zbek tili bo'lsin, xoh rus tili bo'lsin. Keyingi qiladigan ishimiz bu bizning ismimizni yozamiz. Xo'p, men hozir Ibrohim deb yozdim. Keyingi qiladigan ishimiz bu telefon nomeri qo'shish. Telefon nomer обязательно ishlaydigan bo'lishi kerak. Sababini esa men sizlarga sal keyinroq tushuntirib o'taman. Tak. Уже keyingi qiladigan ishimiz bu bizda elektron manzilni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Bu elektron manzil bizga har doim kerak bo'ladi. Ya'ni nimaga? Uzun market bilan kommunikatsiyani o'rtada ushlab turish uchun. Elektron manzilni qo'shgandan keyin o'zimizni eslab qolishimiz oson bo'lgan parol o'ylab topishimiz kerak. Shu parolni iloji boricha qaqqadir yozib qo'ysanglar bo'ladi. Masalan, zametkaga. Продолжить tugmasini bosamiz. Undan keyin уже magazinga kirish. Registratsiyadan so'ng bizda mana shunaqa okno paydo bo'ladi. Hozir bizda bu test do'kon. Sizlar sразу o'zingizlarning do'koninglarni yozib ketishingiz kerak bo'ladi. Eslatib o'taman, do'koninglarning nomi har doim unikal bo'lishi kerak. Bu narsa sizlarning do'koninglarning yuzi. Klient birinchi bo'lib ko'radigan narsa bu sizlarning do'koninglarning nomi. Shu narsaga juda ham katta ahamiyatlarni berishingizni so'rab qolaman. Biz hozir sizlar bilan birgalikda shu do'konni ochamiz. Masalan, biz hozir ochmoqchi bo'lgan do'konimiz kiyim-kechak do'kon bo'lishi mumkin, telefon aksessuar sotadigan do'kon bo'lishi mumkin. Bunisi уже har xil. Qanaqasi sizlarga to'g'ri keladigan bo'lsa, shunga qilib to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Masalan, biz hozir mahsulotlarim uy jihozlari magazinini ochmoqchimiz. Buning uchun biz hozir Happy House degan nom o'ylab topdik. Bu narsani magazin nomiga kirgizamiz. Yo'q, bunaqa nom tayyor ekan, yana bitta harf qo'shib qo'yamiz. Hozircha bu bo'ladi. Bizga shuni o'zi yetadi. Birinchisi biz hozir to'ldirganimiz bu Happy House, ya'ni baxtiyor xonadon. Ikkinchisi bu do'kon sahifasini manzili, ya'ni elektron manzil. Bu narsa mijozliklarni internetdan qidirayotgan paytda sizlarning do'koninglarni topish uchun, ya'ni jaydari tilida aytganda ссылка. Do'konimizning ссылкасini o'sha Happy House deb qoldiramiz. Bu bizning mijozlar qidirishi uchun ancha osonroq bo'ladi. Xo'p, keyingisi, uchinchisi, ya'ni do'konning SKUsi. Hozir men sizlarga tushuntirib beraman. SKU bu uzun market omborining ichida sizning do'koningizni nomlanishi, ya'ni 7 ta sondan yoki harfdan iborat bo'ladi bu narsa. Shunga qarab, uzun market ishchilari sizning mahsulotingiz kirib kelganidan keyin uni to'g'ri joyga joylashtirib, mijoz zakaz qilganidan keyin esa imенно shu narsani mijozga yetkazib berishini ta'minlaydigan narsa. Ya'ni bu SKU. Keyingisi bu magazinning tavsifi. Do'konning tavsifi ikki xil tilda yoziladi. Men sizlarga xos sababini aytaman. O'zbek zabon va rus zabon foydalanuvchilar bor. Ularga qulaylik yaratish maqsadida kim o'zini uzun market programmasida o'zbek tilini tanlab qo'ygan bo'lsa interfeysda, ana o'shalarga o'zbek tilida, kimdirga rus tilida kurs berilishi uchun. Yana men sizlarga aytib o'tib ketadigan muhim narsalardan bittasi, magazinning tavsifini yozib o'tganda juda ham e'tiborli bo'linglar. Bu narsa siz bilan mijozning o'rtalaridagi muloqotni boshlanishi. Ya'ni biron bir mijoz sizning magaziningizga kirganidan keyin birinchi ko'radigan narsasi do'koningizning tavsifi. Bunda chiroyliroq qilib, iloji bo'lsa ChatGPT dan foydalanishingizni maslahat beraman. ChatGPT ni bilmaydiganlar uchun eslatib o'taman. ChatGPT bu neyron seit. Tavsifini yozamiz. Masalan, hozir ChatGPT ga kiryapmiz, sразу shunga so'rov qoldiramiz. Nimaga? Bizning mana shu magazinimiz bor, shu magazinga bizga tavsif, ya'ni описание yozib bergin deb. So'rovimizni yubordik. Bir necha soniyalarning ichida ChatGPT bizga kerakli ma'lumotlarni chiqarib beradi.
Добро пожаловать в уютный дом, ваш идеальный магазин для товаров для дома. Мы предлагаем широкий ассортимент стильных и функциональных товаров, которые помогут создать атмосферу уюта и комфорта в вашем doме. Judayam chiroyli tavsif meni nazarimda. Mana shu narsani shuni kopировать qilib qo'yishimiz kerak bo'lgan joyga shundoq qo'yamiz. И bu narsada сразу o'zimizning magazinimizning nomini yozib o'tib ketsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyin yana bitta narsaga ahamiyat beringlar. Uzun market platformasida ishlayotgan paytingizda sizlar juda ham ko'p tarjimondan, ya'ni переводчикdan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Bu переводчикlarning ichida eng yaxshisi Yandex переводчик. Bu men sizlarga maslahatim. Xo'p, shu переводчикdan foydalandik и сразу o'zbek tiliga tarjima qilib joylab yuboramiz. Xo'p. Magazinni оформленияsi, do'konning nomlanishi, hamma narsasini to'liq tushuntirib berdik. Keyingisi bu оформленияsi, magazin оформленияsi qanaqa bo'ladi-yu, bu narsa qayerda ko'rinadi. Birinchisi bu do'kon logotipi. Bu narsa sizning profilingizda rasmida turadi. Главныйsida mijoz biron bir narsani zakaz qilganida, ana o'sha narsa mijozga ko'rinib turadi. Bu narsani bizga uzun marketdan tavsiya qilingan razmer 500 pikselga 500 piksel. Mana shu tavsiya etilgan formatda rasm joylasak, xudo xolasa rasmimiz качественный va chiroyli bo'lib turadi inshaalloh. Xo'p, biz o'zimizga kerakli bo'lgan formatda hozir logotip yasayapmiz. Men hozir Canva'da tez tushuntirib o'tib ketaman. Bu Canva programmasida ishlash bo'yicha video darsli ham mana shu videoning tagida qoldiramiz. Hozir biz mana shu Canva'da qidirayotgan paytimizda kerakli narsani yozib olamiz, ya'ni товары для дома. Bizga kerakli bo'lgan to'g'ri keladigan narsani chiqazib beradi. Допустим, shu joyi o'ziga bizning brendimizni yozib yorsak bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda qoldirganmiz. Do'konimizning logotipini yasash uchun biz hozir brendimizni kopirovka qilib olib, именно shu shriftda qoldiramiz. Happy House, товары для дома. Men o'ylashim bo'yicha bu juda ham chiroyli bo'lib chiqdi. Mana shu narsa bizga bo'ladi. Yana sizlarga maslahatim, bu narsaga juda ham ahamiyat beringlar. Iloji boricha chiroyliroq qilib, professional qilib qilishinglarni maslahat beraman. Xo'p, rasmni sketch qilib olamiz. И сразу uzun marketda do'konimizga joylab olsak bo'ladi. Bo'ldi. Rasmimiz joylashga tayyor bo'ldi. Endi bu rasmni joylaganimizdan keyin ikkinchi rasm ham bor. Bu obloshkasi. Bu obloshkasining formati 1240 dan 200 megapikselgacha. Ikkinchi varianti bor 4960 dan 800 megapikselgacha joylab qo'ysanglar bo'ladi. Bu narsani Canva programmasini o'rgatadigan videosida ko'rsanglar bo'ladi.